Men Homidov Abdug'affor Ahmadjonovich, o'quv jarayonini muvofiqlashtirish sektori menejeriman. Bizning sektor faoliyatiga talabalarni Xemis platformasiga kiritish, ulardagi faoliyatlarni tashkil etish, kursdan kursga o'tkazish, yakuniy va oraliq nazoratlarni Xemis platformasiga kiritish, dars jadvallarini shakllantirish va talabalari faoliyatiga doir bo'lgan boshqa ishlarni Xemis platformasi orqali bajarishlar kiradi. Shuningdek, qayda kodli diplom shakllantirish, imtihon natijalari bo'yicha apellyatsiya arizalarini tashkil etish, imtihonlar ro'yxatini shakllantirish va talabalarga taqdim etish faoliyatlarini olib boradi. Bundan tashqari, uzrli sabablarga ko'ra kasalligi, yaqin qarindoshining betobligi yoki vafoti, tug'ruq holati kabi boshqa jarayonlarda oraliq yoki yakuniy nazoratga kirmagan talabalar uchun tegishli fanlardan shaxsiy grafik yaratib berish. Bundan tashqari, tutorlarga guruhlarni biriktirish ham bizning sektor faoliyatiga kiradi. Agarda Xemis platformasiga oid nimadir murojaatlar bo'lsa yoki takliflar bo'lsa, muammolaringiz bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri o'quv jarayonini muvofiqlashtirish sektoriga, ya'ni menga kelib uchrashingiz mumkin.